Esselam. Bir salam devettin ha. Acayip. Uyghur tilimizni adamlar emas, hayvanlar bekerek bilen bilmeymen. Esselam desem, to'xtab, bana bir qarab etib, ketib atadilar. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, ya'ni kentimiz Meniyada. Qo'limda Yar Muhammad Tahir To'g'liqning Qoida yo'sollarimiz nomli kitap. Hozirlarga sunmoqchi bo'lganim jamoatchilik yo'sollari. Boshlaylik. Jamoatchilik yo'sollari. Uyghur xalqi qadimki urug'tashliq jamoat tuzumi davridan boshlabla jamoatchilik tuzumini barliqqa keltirib, uni mustahkamlab va taraqqiy qildirib, urug'dan qabilaga, qabiladan millatga aylanib, bir butun jamiyat tuzilmasini barliqqa keltirgan. Uyg'urlar jamoatchilik an'anasini hozirgacha izchil davomlashtirib kelmoqda. Ularning ko'p turmushi, faaliyatlari, murosimlari, to'y-to'ykun, o'lim yetimlarining hammasi jamoat bilan bo'ladi. Shunga jamoatni ulug' bilish, jamoatni hurmatlash, ularning yo'sullariga amal qilish har bir jamiyat a'zolarining ongliq itoatiga aylangan. Jamoatning hurmatiga erishishni shon-sharaf bilgan, jamoatning nazaridan tushib ketishni o'zi uchun nomus deb sanagan. Uyg'ur farzandlari jamoatning fazilat yo'sullari bo'yicha o'ziga tartib berishga tirishadi. Hatto ba'zi fazilatsiz, yaramas kishilarmi jamoat so'rovlarida askilik qilishdan o'zini tutib oladi. Chunki Uyg'urlarning barliq qoida yo'sullari mana shu jamoat orqali yurgiziladi. Shu jamoat orqali o'zining hayotiy iqtidorini namoyon qila oladi. Jamoatning yo'sullariga amal qilgan odam fazilatli hisoblanadi. Jamoatning yo'sullariga amal qilgan odam fazilatli hisoblanib, elning olqishiga erishadi. Qoida yo'sundan chatlashgan odam jamoatning ayblashiga uchraydi. U odamning ishlari ravoj topmaydi. Birinchi kichik tema jamoatning roli. Biz odatda tilga oladigan jamoat hukumiy doirasiga yurt, mahalla kollektiv kiradi. Buni yurt jamoati deb ataydi. Bu asosan bir atrat kollektivini birlik qilib, sho'ruq jamoati, yoqibog' jamoati, untusaq jamoati, ishtachi jamoati, mashhad jamoati deb umumlashtirib ham konkretlashtirib ataydi. Buningda hukm kengaytirilib, yana Otush jamoati, Qashqar jamoati, Xotan jamoati deyilmaydi. Balki cho'ng yurt a'zolari xalq kategoriyasi bilan yurgizilib, Otush xalqi, Qashqar xalqi, Xotan xalqi deb yurgiziladi. Yoki Otush ahli, Qashqar ahli, Xotan ahli deb yurgiziladi. Urumchi ahli demabdi, ha? Urumchida bizda bu jamoat bor. Urumchi jamoati, Urumchi ahli deymiz. Demak, jamoat degan oila, jamiyatdan cho'ng bo'lgan bir mahallada, bir atratda birga yashayotgan kollektivning atalishi. Buningdanmi hukm sal taraytilsa, bir mahalla yoki mahalla masjidida birga namoz o'qiydigan kishilar to'pini jamoat deb odatlangan. Aslida bu jamiyatning turlanishi bo'lib, jamoatga kengaytirilgan. Mana shu jamiyat a'zolarining oilasida bo'ladigan nurg'un murosimlarni shu jamoat bir qo'lliq o'tkazib berdi. Jamoat rozi bo'lsa, uy egasi xush bo'ladi. Jamoatni rozi qilish uchun tirishadi. Muhim ishlarda jamoatga maslahat soladi. Jamoatning bergan maslahati bo'yicha ish elib boradi.
Jamoat bo'lmasa, to'y qizimaydi. Jamoat kirmasa, hetdak bo'lmaydi. Jamoat qatnashmasa, o'limni uzatolmaydi. Mana shundoq turli murosimlar jamoatning qatnashishi, jamoatning qoida yo'sullari bilan ahamiyatli o'tkazilib, shu oila a'zolarini xursand qiladi. Mana shundoq o'rtoqlik bilan jamoat xuddi bir oila kishilardek bo'lib ketgan. Ular har bir odamning oilasining ahvolini, yaxshi yomonligini tortib turadigan taroziga o'xshaydi. Boylardan elib kambag'allarga beradi, boylarni kambag'allarga yordam berishga hayrakchilik qiladi. Birarsining beshiga kun tushsa, jamoat ularning qiyinchiligini hal qilish uchun tirishchanliklarni qiladi. Hargizmi ularni tashlab etmaydi. Bir oilada biror yomon odam chiqib, alga ziyon solsa, yurtning inobatini to'ksa, jamoatning yig'ilib, u uyga kirib, bu yomon odatni tuzatish haqida nasihat qiladi. Yurtda jamoat fikrining roli intayin cho'ng bo'ladi. U ba'zida qonun kuchli rol o'ynaydi. Har bir kishi jamoatdan ayrilib qolmaslik uchun tirishadi. Jamoat kishilarni tizginlaydi, kishilarni yetaklaydi, kishilarni tarbiyalaydi. Jamoatga aralashmagan odam yetim qoladi. Jamoatga aralashmagan odam turmushga pishmaydi. Ikkinchi kichik tema jamoatning yetaklashi. Uyg'urlar balalarni qatorga qo'shish degan iborani jamoatga qo'shish, jamiyatga qo'shish deb tushunadi. Balalar o'qiyotgan chaqda texi jamoatchilik yo'sullarini bilmaydi. Jamiyatga chiqqandan keyin ondan jamoatchilik yo'sullarini o'rganib, jamoatga aralashadi. Bu xil qo'shilish bir qancha xil usul bilan bo'ladi. Birinchisi, bala o'zida ma'lum bir qobiliyat yetildiradi yoki ma'lum hunarda kamalat topsa, ondan u tabiiy holda jamoatning e'tirof qilishiga erishadi. Hurmati oshadi. Jamoat so'rovlarida o'rni bo'ladi. Ikkinchisi, mashrablarga qatnashish orqali 30 o'g'ilning biriga aylanadi. Buning uchunmi u odam ma'lum asoslarni hozirlab, mashrab a'zolarining qoyilligini qo'lga keltirish kerak. Uchinchisi, masjid jamoatiga qo'shilish bilanmi jamoatga qo'shiladi. Ota-onalar bolalarining jamoatga qatnashishi uchun ularga bola vaqtidan tortib adash tutqizish orqali jamiyatga qatnashishning, boshqalar bilan muomala qilishning, boshqalarni tushunishning, boshqalarga sodiq bo'lish, boshqalarga yordam berish, boshqalar uchun yashashning asosini soladi. Yana bir kichik tema jamoatning konkret faoliyatlari. Jamiyatimizda jamoatsiz hech qanday murosim va oilaviy cho'ng ishlar qilinmaydi. Jamoat qatnashmagan har qanday harakat ko'ngilsiz, so'g'oq bo'ladi. Birinchi, bolaga ism qo'yish jamoatsiz bo'lmaydi. Ism qo'yishga mahalla jamoati, urug' tuqqanlar qatnashtiriladi. Jamoat bovaqqa qutlug' tilaklarni tilaydi. Ikkinchi, Hayit ayam kunlari jamoat masjiddan yenib, oldi bilan o'lim yetim bo'lgan uylarga, cho'ng mo'tvarlarning uylariga, kasallar bor uylarga kirib, ta'ti qilib, yaxshi tilaklarni tilab chiqadi. Uchinchi, o'lim bo'lgan uylarda qozon esib, osh beradigan bo'lsa, to'yga qo'pqan bo'lsa, jamoat bir kun burun kirib, jamoatning bir qismi sabzi qalam qilish qatorliq ishlarda yordamlashadi. Necha tog'ar sabza jamoatning kuchi bilan birdamda qirilib, to'g'rilib rastlanadi. Shunga bu ishlardan uy egasi ansirmaydi. To'y tugagandan keyin va qozon esilganning atisi yana jamoat mehmonlarni yaxshi uzitib oldinglarmi, hardiqinglar chiqib qaptimi deb yo'qlab kiradi. Uy egasimi xursandlik bilan salomat uzitib oldik, rahmat jamoatning qadimiga deb
qo'l bog'lab rahmat aytdi. Hozirgi bundaq jamoat xo'shnuqlumlar kirib uyda sabzlarni to'g'rab, qaramchilarni qiladigan, tatliq turumlarni pishiradigan ishlar yo'q bo'lib ketdi-ku, ha? Ammo men to'y qilgan vaqtimda shundaqdi. U vaqtlarda haqiqatanmi bir xil to'yning lazzati bo'lamdi ekan deyman. U restoranlarga kirib to'k-to'kilan qandoq etgan tomoqlar, undaq qildigan ish yo'q. Shundaq pulog'i ustamlarimiz bordi, tatliqlarni shundaq eslib pishiradigan apashlar bordi. Aytar, bizning vaqtimizdagi to'ylar ajoyib yaxshi bo'lgan to'ylar deb qarayman. Dal mushuningda aytilgan qoidalardek. Davomlashtiray. 5. Uzun safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga oq yo'l tilab, jamoat kirib duo qiladi. Qaytib kelganda yana sog'-salomat qaytib kelganligini muboraklab ko'rishga kiradi. 6. Yangi bir cho'ng ishni boshlagan, ya'ni korxona qurgan, oshxona ochgan kishi avval jamoatga osh berib, ulardan duo oladi. Bu bir tarafdan o'zining egiligini kishilarga bildirish rolini ham o'ynaydi. 7. O'qish, ya'ni madrasani tamomlagan, hunar o'rganib, yangi ish boshlagan yangi usta, yosh taliblar jamoatga choy beradi. Jamoat ularning ishlariga qut tilaydi. 8. Har qanday bir murosim uchun qon qilish, ya'ni mol o'ltirish ishi bo'ladigan bo'lsa, jamoatni molga duo qilish taklif qilinadi. 9. Yangi uy solgan kishi oldi bilan jamoatga uy-joy beradi. Jamoat bu uyga barakat, xotirjamliklar tilaydi. 10. Jamoat yurt ichida, jamoatchilik ichida yuz bergan nizo, adovatlarni madori bilan yarashtirishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Hatto necha yillab ko'rishmagan, ta'tir qarab yurgan adovatli kishilar jamoatning yarashtirishi bilan aplashib qoladi. Oxirgi bir kichik tema. Jamoatga bo'lgan hurmat yo'sinlari. Jamoatni cho'ng bilgan Uyg'urlar jamoatga itoat qilish, jamoatni hurmatlash, ularning e'tirof qilishiga erishish uchun azaldan davomlashib kelgan jamoatga bo'lgan hurmat yo'sinlariga qat'iy amal qiladi. Jamoatga bo'lgan hurmatda fazilatli kishilarla emas, oddiysi kishilar axloqsiz, fazilatsiz, bangi, aroqkash deb qaraydigan odamlarmi o'zini tuzashtirib, yo'singa amal qilishga tirishadi. Jamoatga bo'lgan hurmat yo'sinlarining konkret turlari nihoyatda ko'p bo'lib, alohida gavdalikroq bo'lganlari tubandikilardan iborat. 1. Jamoat oldida hurmat, ehtirom bilan qo'l bog'lab turish talab qilinadi. Qo'lini yonchig'iga selib, putsunib turish ayib hisoblanadi. 2. Jamoat bilan ko'rishganda ikki qo'llab bir-birlab ko'rishadi. Bundaq ko'rishish so'rovini to'y-to'kun, o'lim yetim va boshqa jamoat qatnashgan ma'rakalarda bo'ladi. 3. Jamoat bilan birga manganda mo'tivarlar jamoatning hurmatliklari oldida yo'l boshlab mangadi. Qolganlar o'zining yosh quramiga qarab shu tartibda jamoatga agishib mangadi. 4. Jamoat bilan ma'rakalarga kirganda avval cho'nglarga yo'l beriladi. Ondan tartib bo'yicha kiradi. Uyga kirish to'g'ri kelsa, yurt cho'nglari avval to'rga o'tadi. Ondan o'ziga munosib deb qaralgan o'rinda yukinib o'ltiradi. Yusufga sajib o'zingning o'rningni tepib o'ltir. Neri qo'p, beri kel deyilsa, o'zingga sat bo'ladi deb ogohlantirgan. Har odam o'zining izzatini saqlash uchun to'r talashmaslik kerak. Odamning qimmati to'rga chiqqanligi bilan eshib ketmaydi. Pagahda qolganlik bilan tuvallab qolmaydi. 5. Jamoat to'plashgan yerdan o'tganda piyoda bo'lsa to'xtab,
Ulaqlıq bolsa, ulaqdan düşüb, cemaatga to'g'rilanib salom berib o'tadi. Bu salomda u jamoatni to'nimasin, bu e'tiborga ilinmaydi. 6. Jamoatga til takkizish, jamoat orasida yomon gap so'zlarni qilish qattiq ma'ni qilinadi. Jamoat orasiga junub holatda, mas holatda kirish cheklanadi. Buni jamoat bak ayblik hisoblaydi. Mana hurmatli qarindoshlar, bizningki jamoatchilik qoida yo'sinlarimizdan qisqa bir bu bo'limni o'qib berdim. Haqiqatan shuni his qilaman, bo'libmi men Shveysariyada ancha-muncha heyt bayramlarda, yig'ilishlarda shu Uyg'ur qarindoshlarimni ko'rib, shundoq bir xil yaqinlik his qilaman. Biz Shveysariyada bir shahar bilan yana bir shaharning oralig'i bir necha soat keladi. Davomli uchrashish imkoniyati bo'lmaydi. Shunga shu yig'iladigan kunlarda hammaylar aytim aktiv bo'lamiz, imkoniyatimizning yar berishicha shu faoliyatga qatnashishga tirishimiz. Ondan har oiladan xonimlar shundoq esil taomlarni pishirib opiramiz, tatliqlarni degandek. Bak ko'ngillik bo'ldi bizning bu yerda yig'ilishlar. Ya'ni jamoatning uchrashishi bak yaxshi bo'ladi. Sizlar turvatgan yerlarda qanday bo'ladiki? Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi asar o'qishimiz mushakchi bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Assalamu alaykum. Şuman beri Allah rahmetini hürmetli müşteriler. Bugün ben Şveysariyanın Lutzer degan shahrida paraxotga o'tirib, bu shaharni bir aylanmoqchiman. Bu shaharning orisi 80 mingdan oshib, ammo yilda keladigan turistlar nihoyatda ko'p. Xo'sh, birga aylanaylik.
Bak çıraylık bir gün bolavatı olması degan. Yeah, the thing is, I'm not a very, I'm not creative. Not only do I not have the balls to take that leap, I don't have any ideas that I would ever really probably. Mana mush paraxod bilan 1 soat aylandi. Shundan bir ko'ngillik bo'ldi. Odamlar uchra turib ketibdi mana. Biz odamlar ozroq vaqtda aylanib oldik. Endi shaharning ichida, ya'ni bir necha muhim o'rinlar bor, chuqur ko'rishga tegishlik, ko'rishga arziydigan sayohat o'rinlari bor. Shu yerni aylanamiz. Bu Luzern'deki naite dağlık bir yağış körük. Yani bu deryanın o qetidan bu qetiga ötüdü. Yağış körük 1333 yılı yasalgan. Arlıqda bir qetim ot ketip bir sayahatçının dikkatsizligi tüpeylidin. Qayta bir yasidi şunundikin kişilerge alayida eskertiş berdi. Naite dikkat qilish to'g'riliq bo'libmi? Tamaki qaldiqlarini tashlamaslik haqida. Bek chiroyli ishini bir ko'raylik, ya. İşte chiroyli naqshlar bor. Mana bu bölüm köyüp ketken bölüm. Şunaşqa bu yerda chiroyli rasmlar, xotira so'zlari yo'q. Afsus. Yerlarni qayta ishlaganda.